Dada mashinangizni sotsa nechi pulga ketadi? $30,000 ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Ha zarar ko'rganda sen meni qo'yib o'ran qilasanmi? Evet kitabra. O'la qo'rqitding-a? Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudo chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'z zarar ko'rganda jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar ko'rganda jonidan jah to'ydirdi. O'zizga qo'ysan ish pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, middan kelish shekilli. Kim bor? Qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimisiz? Dada meni to'kurdi. Ha zarar ko'rganda yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'rganda. Buqol!